Madaniy meros ajdodlar va avlodlarni bog'lab turuvchi rishtadir. Surxondaryo viloyatining Denov tumani Sumbula qishlog'ida fuqaro o'z avlodiga tegishli bo'lgan qariyb 320 yillik qadimiy darvozani asrab-avaylab saqlab keladi. Muxbirimiz Sobit Qaynarov manzildan xabar qiladi. Denovning kunbotar tomonidagi tog'yon bag'rida Sumbula degan ajoyib qishloq bor. Hayvonot va nabotot olamiga boy hududni qadimiy an'analar mujassam manzilga qiyoslash mumkin. Sumbula mahallasidagi xonadonlarda ko'plab osori atiqalarni uchratish mumkin. Xususan mahallada yashovchi Usmon akani xonadonidagi mana bu yog'och darvoza yasalganiga 300 yildan oshgan. Xonadon sohibi Usmon Rustamov bog'dorchilik va dehqonchilik hadisini olganlardan, ota-bobolardan meros holvachilik hunarini ham davom ettirayotganini ta'kidlaydi. Farzandlarim 3 ta, 9 ta nevaram bor. Kasbim holvachilik asosiy. Bobolardan qolgan. Novvoychilik ham qilib turaman ba'zi vaqtlarda. Qahramonimizdan ko'pchilikni qiziqtirayotgan yog'och darvoza haqida so'raymiz. Bobo kalonidan meros ekanligini aytadi u. Bobolardan qolganda bu 6 yil oldin chiqqan darvoza bu. Archa daraxtlardan qilgan. Aslida darvoza 320 yil oldin sulola bosh bug'ini Ortiqboy bobo buyurtmasiga asosan yasalgan ekan. Undan Xudoynazarboy, Karamatullo, Rustamqul va Sultonqul bobolar ham foydalanishgan. 6-avlod vakili sifatida Usmon aka ham e'zozlab kelmoqda. Bu sulola va jihoz haqida qo'llanma chop etilgani yanada quvonarli. Mana Karamatullo Rustamqul boboning otasi. Karamat Rustamqul bobo bobom bo'lardi. Şu adam 300 yil bo'lgan bobomdan qolgan deb gapirardi. 1990-yildan keyin olib qo'yganman-da shu uyga. Asrlarga guvoh darvozaning eni 2 metrcha kelsa, bo'yi qariyb 3 metrni tashkil qiladi. Archa daraxtidan yasalgan uskunadagi temir tasma, zanjir va halqa ham o'sha davrga oid ekanligi ko'rinib turibdi. Bular endi qarangki, shu eski mexlar yog'ochdan qilingan. 300 yildan oldin yasagan narsa shu juda asrab avaylab kelyapti. O'tmishning boy tarixi va madaniy qadriyatlarini kelajak avlodlarga yetkazish muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan Sumbuladagi o'ziga xos g'aroyib buyum ham yana ko'p yillar odamlarni oshufta qilishiga ishonamiz. Sobit Qaynarov, Eshquvvat Himmatov, Surxondaryodan.